vodiyda yagona, u ham bo'lsa Namanganda joylashgan Green Energy demiz. Ko'ramiz, ketdik. Akalar, Green Energy Namanganda ham ochilgandan xabaringiz bo'lmasa, bilib qoling va bu videoni maksimal do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Green Energy Namanganda, hozirgi kunda Toshkentda ham bor, faqatgina vodiyda yagona bo'lgan eng assortimenti katta bo'lgan avtosalonlardan bittasi. Voyaq brendi deysizmi, Forcing brendi deysizmi yoki Arfox brendi deysizmi, hammasining yangi modellarini ko'nglingiz nozik-ku, yangisini bilishga qiziqasiz. Mana shu Green Energy dan topasiz. Kontaktlarini, manzillarini batafsil qoldiraman va har bir model haqida sizga keyingi postlarda batafsil to'xtalib o'taman. Aynan sizga yangi Xitoy inomarkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Green Energy ga tashrif buyurishingiz mumkin. Sababi bu yerda assortiment juda ham katta ekan. Depalni minamoqchi bo'lsangiz ham yangisini Green Energy dan topsangiz bo'lar ekan. Endi bu videoga bitta like bosing-da, yangi Xitoy inomarkasini olmoqchi bo'lgan do'stlaringiz shunday belgilab turib videoni tarqatib yuboring. Sababi bu avtosalonda hozirgi kunda aynan siz uchun juda ham chiroyli narxda skidkalarni qilib beramiz. Inomarka Namanganni kuzatuvchilar uchun alohida bonuslarimiz bor deyishdi. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Manzilni aytib o'taman. Toshkent Pidak yoki Dinamo stadionidan Olmosga qarab ketishda shunday yo'lni chap betda keladi.